Xorazm viloyatida yagona litsenziyaga ega bo'lgan texnikumlardan biri Xiva Medical texnikumuna geldik. Bu yerda 3 ta yo'nalish bo'yicha qabul jarayonlari boshlanibdi. Ichana girib sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Texnikumning ichindamiz. Bugun biza Nargiza Banatovna bizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizlarning Xiva Medical texnikumimiz bu yil ish faoliyatini boshladi. Bizlarda 3 ta yo'nalish mavjud: hamshiralik ishi, farmatsiya va feldsherlik ishi. O'qish muddati 3 yil. Bizlarning texnikumimizda dars jarayonlari tajribali professor o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. Amaliyotimiz esa amaliyot bazalarında təcrübəli shifokorlar tomonidan o'tkaziladi. Xonalarimiz barcha zamonaviy tibbiy uskunalar bilan ta'minlangan va bizlarning bitiruvchilarimiz muvaffaqiyatli texnikumimizni bitirgandan keyin oliygohda, ya'ni tibbiyot oliygohlarında 2-kursdan o'qishini davom ettirishi mumkin. Texnikum diplomi barcha nodavlat va davlat tashkilotlarida ishlash huquqini beradi. Demak, sizlarga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilamiz.